ekanini yana bir marta namoyon etdilar mani farzandlarim. Avvalambor shuni ta'kidlab o'tish kerakki, mamlakatimizda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich boshchiligida hamma sohada, hamma yo'nalishlarda, hamma tarmoqlarda juda katta islohotlar amalga oshiriladi. Futbolga shuncha mehnat qilib turgan, kecha kunduz Nefchani chempion qilaman deb futbolchilar ham ko'proq harakat qilib turgan Erdo'g'an Haydarboyev, futbolga bo'lgan mehringiz hech qachon so'nmas. Siz eski futbolchi bo'lgansiz. O'shaning uchun kecha Temur o'g'lim aytdiki, dada Xudo xolasa bizga zborniga shunaqa insonlar kerak, mehr qo'ygan, harakat qiladigan, kecha kunduz mehnat qilaman degan. Shu nimada ramziy nimada qilib biz bo'lmagan milliy terma jamoani futbolkasini Farg'ona shukuh va mehr maskani. Bugun bu aziz zaminda xalqimizning g'ururi, yurtimiz iftixori O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchilari tantanali tarzda kutib olindi. O'yin maydonlarida yurtimiz sharafini munosib himoya qilayotgan, millionlarning qo'llab-quvvatloviga sazovor bo'lgan futbol qahramonlarini Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Bozorov boshchiligida ko'tarinki kayfiyat bilan qarshi olindi. Bu nafaqat sportchilarimizga bo'lgan hurmat, balki vatanga sadoqat, birlik va g'alaba ishonchi ifodasidir. Muvaffaqiyatlaringiz bardavom bo'lsin, aziz futbolchilar. Tadbir davomida Nefchi snayperiga yangi Gentra sovg'a qilindi. Superliganing 8-turida OKMK darvozasini 2 bor ishg'ol qilib, jamoasiga g'alaba olib kelgan Abror Ismoilov haqli ravishda o'yin qahramoniga aylangan edi. Bugun esa uning sa'y-harakatlari munosib taqdirlandi. Klub bosh direktori Mansurbek Toshmatov avval aytgan va'dasini bajarib, unga yangi Gentra avtomobilini sovg'a qildi. Tantanali marosimda avtomobil kaliti futbolchimizga Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Bozorov tomonidan topshirildi.